Assalomu alaykum Minecraft'lar, sizlar bilan Adikay. Bugungi videomizda hardcore vijvanamizning 3-qismi bo'ladi. Qanunda tayyor bo'lgan bo'lsanglar, like va obunani bosib qo'ygan bo'lsanglar, let's go. Birinchi navbatda biz o'zimizga g'or topib olishimiz kerak. Chunki o'tgan videoda full olmos qila olmadik. Bu videoda qilamiz xudo xolasa. Hop, yana dengiz sayohatlarini boshlaymiz shekilli. U ana cho'kkan kema ham topdik. Men eshikda nafas olib turibman. Bu men Telegram kanalimda bor bu mod. Eshik orqali nafas olish xuddi kompyuterning versiyaga o'xshab. Hop, junglini yomon ko'raman, chunki bu yerda umuman qishloq ham, g'or ham bo'lmaydi. Hozir gapimni qaytarib olaman. G'or bo'lar ekan. Mana g'orning kattaligini qaranglar. Oho, ancha chuqur ekan. Tushamiz. Temirlar ham kerak bo'ladi. Bitta zombilar ham kelyapti. Temir ham ozgina olay. Hop, pastlikka yana tushamiz. Oh, yaxshi. Hop, kirib ber. Hop, mana Endermanni o'ldirgim kelyapti-da. Ender jemchik berib bo'lsa. Yo'qolib qoldimi? Chiqmaydimi endi u? Voy, kirisi Enderman. Kirisi g'irt. IQ'si baland Enderman ekanu, lekin menga o'tmaydi babi. Hop, aytdek olmosni ham olamiz. Yaxshi. Bo'tdegini ham. Yo'qolay, meni olmosimga tegma. Voy, zombini bolasi full mis aslahaga. Yaxshi ham qilich yo'q ekan, bo'lmasam aniq o'lib ketardik. Hop, qani qilich ketdi. Tapor ham ketdi ana. Yo'q, ketmadi. Ozgina qoldi. Hop, endi o'zimizga yangi qilich olamiz va bittaga olmoslarni ham olamiz. Zombilarni ham urolamiz-ki, olmosli qilich. Ma'qul. Yaxshi. Hop, buni olamiz. Boshqa yo'qmi? Yo'q. Endi anvil yasaymiz. Anvil nimaga desanglar, ana kitoblar bor-ku, o'shani sehrlash uchun. Qilichga, kirkaga, bronaga. Hop, buni qo'yamiz. Endi qilichni Looting 3 kitobiga sehrlaymiz. Kimda-kim buni ikkinchi qismini va birinchi qismini ko'rmagan bo'lsa, hozirroq kanalimga o'tib ko'rib qo'yinglar. Bo'lmasa hech narsani tushunmaysizlar. Birinchi qismi vashshi udar bo'lgan. Hop, mana super qilich. Bane of Archator, Looting 3 va Knobek 2. Bunda Curse of Vanishing sehri bor ekan. Curse of Vanishing sehri nima desanglar, u inventaringizdan o'z-o'zi sehrlangan, la'natlangan narsani shuni o'z-o'zidan yo'qotib qo'yadi. Shunaqa sehr. Shuning uchun narsalaringizni unga sehrlab yurmanglar. Bu g'ordan chiqdik. Boshqa olmasam qolmadi. Qani endi buni bu g'orni ko'raylikchi. Bu ham anchagina chuqur ekan. Davay tushamiz. Hop, davay. Yaxshi. Endi bunisidan ham hop, mayli bo'ladi. Voy, yaxshi. Ana bo'ldi. Ana pastlikka sekin tushaveraylikchi endi. Yaxshi, chuqur ekan. Davay, masdan anaqa vata drop qilsam like bosasizlar. Ana, bo'l like bosinglar. Men bilmayman. Men vata drop qildim men. Do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu ikkovi ham tekin. Bu yerda 4 ta olmos chiqdi. 5 ta, 6 ta. Vau, bitta joydan 6 ta olmos chiqdi, yaxshi. Bitta ham bormikan olmos? Yo'q, belki kirgim kelmayapti. Kirmayman. Bu tepada ham olmos bor ekan. Uni ham olamiz. Voy, kimdir itar bordi. Skelet otdimi? Voy, jallod, meni kimdir itar bordi. Voy, yana voy, yarimta jon. Ay, tatim ishlab ketdi. Voy, jallod. Voy, creeper. Meni tinch qo'yasizlarmi o'zi? Bitta tatem ketdi bolalar. 5 ta edi. Bitta tatem ketdi. Tatemlarni qayerdan olgansizlar desanglar, birinchi qismini ko'ringlar, ashton olganmiz birinchi qismda. Zo'r bo'lgan birinchi qismi. Kanalimga o'tib ko'rsanglar, 10 skelet bizni otayotgan ekan. Eshak. 2 marta tushib ketdim. Voy, men yana jinniman. Men 3-marta tushib ketdim bolalar. Shunda ochib berganim. Bo'ldi, endi olimizni bloklar bilan o'rab, endi
taxta blokni ishlatishga to'g'ri keladi. Hop, endi bularni olamiz. Hop, ana, yaxshi. Hop, endi betlarga ham tushirishki, mana shu endermeni o'ldirgim kelyapti-da. Portladi. O'zimiz ham o'lib ketishimizga sal qoldi, kirib berdi deb. 2. Yaxshi, nechta tushdi? Mana buni 2 olamiz. Boshqa 3 ta. Yaxshi, looting 3 ga seqirlangan qilich yaxshi ishlayapti. Mana suvni tayda ham olmoslar bor ekan. Hop, endi yana boshqacha g'or qidirish kerak. Bu yerda g'orlar ko'p. Hop, makka yo'q, bekka kirmaymiz. 2 ta creeper kirishda turibdi-ku. To'pikmi deb asabim buzilib turadi. Endi yaxshi olmos bor ekan ahvolda. Creeper portlasam, portla. Boshqa nima qilasan? Endi tepaga chiqamiz. Bo'ldi. Biz yetarlicha olmos qazib bo'ldik. Ana, yaxshi. Bu aloqador. Va tepaga. Va nihoyat tepaga chiqdik. Hop. Endi tushish. Kemani ol qayoqda? Yaxshi, endi bizga bitta lava kerak-da, bitta obsidian. O ikkinchi qismda 10 bitta obsidian topdik. Bitta yetmayapti, Alisa xillas to'liga. O'sha bittani topsak yetib qoladi. Bizga lavali ko'l kerak. Nezirga ham borishimiz kerak hali. Savannada ham ko'p lavali ko'llar bo'ladi. Oy, lekin g'or bor ekan. Ana lavami? O lava ana. Bitta lava bor ekan, bizga kakras bitta kerak. Qani buni sekin obsidianga aylantirib olaylik. Voy dod. Voy, tushib ketdim. Suvni. Voy, tatem ishlab ketdi. Voy jallod. Lava qani? Voy, lavani suvni o'rniga qo'yib qo'yibman. Jallod. Hammasi yaxshi zombi edi. O'ldiraman. Voy, o'lib qoldi. Nima qilay? Bitta tatem ham ketdi. Obbo, lavadan ham quruq qoldik, tatemdan ham quruq qoldik. Bitta zombini deb. Ovsar. Mayli. Peshinamiz yalqirab ketar biz ham. Matda yana cho'kkan kema bor ekan. Hop, ichidan olmos chiqsa-ya. Yo'q, asaxalarda naqshi va xarita, xazina xaritasi bitta ham bormi sandiq? Yo'q, bitta yo'q. Chiqamiz. Voy, o'lib ketmasak bo'ldi ish qilib. Hop, xazina xaritasi. O'ylab qarasam xazina xaritasi kerak emas ekan. Xazina qidiraman, qachon qidiraman. Mana sho'r peshidan boshimizga yomg'ir ham yog'ib. Hop, endi makka tushib bir uxlab olish kerak. Hop, qayoqda olamiz? Voy, yonar qo'ng'izlar. Oh. Yaxshi. Monstrlar kelyapti, shatta olib divan uxlab olish kerak albatta olib. Buni olamiz. Endi yana lavali ko'l qidirib, let's go. Cho'lda ham ko'p bo'ladi lavali ko'llar. G'ormi? G'orning ichida lava bo'lsa, lekin yaxshi bo'ladi. Oho, lavali ko'lning kattasi bor ekan, davay tushamiz. Lekin undan oldin olmosli bronelar yasaymiz. Men sizlarga aytganimdek full olmosga erishib bo'ldik. Pasti yasasak bo'ldi. Shimini, oyoq kiyim, bosh kiyimini va oyoq kiyimini tayyor. Biz endi full olmosdamiz. Ana bir ko'rsatib qo'yaman, full olmosdamiz. Chetga bo'ldi. Sekin tushamiz endi. Lavali ko'lga olg'a. Yaxshi. Endi yana pastga tushamiz-mi? Yo'q, ayta olmos bor ekan, shuni olay. Biram nafsim yomonda. Shuncha olmosim bo'lib, yana olmos qaziyman deyapman. Batirib bo'lmadi. Mayli. Hop. Okey. Ana speedrunchasiga sizlarga portal qurishni o'rgataman. Mana xuddi ko'rsatganimdek qilasizlar.
strukturalarni ham, bloklarni ham xuddi shunday qilib qo'yasizlar. Voy zomin olasa, yo'qol, men obunachilarimga bir narsa o'rgatamanmi o'zi. Hop, ularni makka qo'yamiz. Yo'q, bekka qo'ymaysizlar, adashib qoldim. Hop, buni makka, bu yerda o'zi bor ekan. Hop, mana shu suvni qo'yasizlar. Sekin shoshmasdan bitta xato va yana 10 sekundlik kechikish. Hop, bularni qo'yib, yaxshi bo'ldi. Endi pasi ham bor ekan, pasiga ham qo'yamiz-da endi. Makka suv qo'yasizlarda. Buni olib, yana makka va makka bo'ldi. Hop, endi shunda portalni yoqamiz. Yaxshi. Endi ajicha apsidan qazib, sehrlash stolini yasab, narsalarimizni sehrlab olamiz. Mana sehrlash stoli. Hop, buni qo'yamiz va kitobjag'onlarni ham shunda qo'ysak, harf oladi, harf. Ana harf olyapti. Endi sehrlaymiz. Effectiveness 1. Hammasi effectiveness 1. Yaxshi. Buni protections ga sehrlaganimiz yaxshi, ha. Hop, buni ham protections 1. Hop, buni ham protections 1 gami? Birga. Oy. Buni ham protections 1 ga. Yaxshi. Bo'ldi. Buni impaling, unbreaking, impaling ga bo'pti. 3 ayriling nayzani. Bu qanaqa sehr ekan endi bu? Ali otsa qaytib kelam? Yo'q, qaytib kelmaygan. Nima ekan-a? Mayli. Olib qo'yaylik buni hozircha. Hop, endi biz mana bunaqa stol yasaymiz, smashing table. Bu orqali naqshli qilsa bo'ladi mana bu bronelarda. Hop, buni qilamiz. Lapis rangidan qilaylikmi? Davay lapis rangidan. Cho'tka bo'larkan oldi yana. Hop, buni ham mana tayyor. Kiyamiz. Mana cho'tka bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Hop, endi buni protections 3 ga sehrlab olamiz kitob orqali. Ana biz endi yengib bo'lmaydi endi bizni pastki. Hop, endi nezerga go. Voy bedrock. Shunchalik ham pastlikdan spawn qiladimi? Voy nezerda eng past joydan spawn qoldi bor-ku. Nima qilamiz endi? Tepaga qazib ketaylik. Voy lava tiqilib yotibdi. Nima qilay-a? Endi nima qilaman? Tepaga qanday chiqaman? Qani? Yo'q, betam lava. Nima qilaman endi? Hop, qaytib ko'ramiz. Minecraft'lar, men bundan so'ng yerga yana portalga u olamdan bu olamdan qaytib ko'rdim. Hattoki tepaga chiqib ham portal qurib ko'rdim. Davay bo'lib portal quraylik. Tepadan balki bizni teparoqdan spawn qilar. Qani hamma narsa tayyor, qani go. Yo'q. Lekin baribir o'sha joydan spawn qildi. Men bu Bedrock Editions portallari qanday ishlashini bilmadim. Lekin endermanlar bor ekan. Ularni olamiz. Ender jemchuk uchun. Hop, qani ke. Hop, ana yaxshi. 5 ta yomon emas. Buni ham biz ancha-muncha enderman o'ldirib qo'ydik. Lekin yana paydo bo'lyapti, yana o'ldiraveramiz. Bundan qo'ziqorin tushdi. Hop, u olamdan bu olamga o'tib baribir qanday ishlashini tushunmadim va ancha payt siqilib o'tirdim. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi qismda bu muammodan chiqamiz. Hammaga bay bay.